bir chiqishdan so'ng sizlarning fikringiz aytiladi. Ba'zi ishtirokchidan keyin ball qo'yishingiz mumkin. 1 dan 10 gacha bo'lgan sistem. Va bugungi har bir ishtirokchiga biz omad tilamoqchimiz. Eng muhimi hayajonlanmaydi. Keyingi bosqich uchun juda katta maktab bo'la oladi degan umiddaman. Shunday ekan, barchangizga omad tilab qolaman. O'zi bolalar ijrosida xato bo'lmaydi. Faqat tavsiyalar bo'lishi mumkin. Boshqacha yondashuv bo'ldi. Andijon polkasini men birinchi marta xalqaro konkurs tanlovida ijro etganman. 60 dan ko'p davlatlar ichida birinchi o'rin olganman. Mana shu Andijon polkasi bilan butun dunyoni kezdim deya olaman. Shunaqa paytlar keladiki, qaysi biriga o'rin beramiz degan paytda detallarga kirishimizga to'g'ri keladi. Mana bu guruhda mana bu tan olishlik bu keyingi nima deydi, o'sishga juda ham katta yordam beradi. Shu narsani bartaraf qilishning yo'li faqatgina yaxshi. Xuddiki tasavvur qilamiz,